Mən Zunlong. Nurg'unlagan kishilar meni Sharq rivoyati, Osiyodagi eng kelishgan yigit deyishadi. Ammo hech kim mening hayotning qorong'u zulmatlari ichidan qadamma-qadam tirmishib chiqqanligimni bilmaydi. Bu shon sharaflar aslimamning cho'nqur qatlamidagi qorong'ulikni yo'ritolmaydi. Men 1952-yili Shangangda tug'ilibla Udul Axlat sandiqining yeniga tashlab etilib ekanman. Men ota-onamning kimligini, meni nimishga tashlab etganligini bilmayman. Meni miyib bir Shanxaylik ochash beqib olgan bo'lib, meni qandaqdir muhabbat uchun emas, balki ashu ozg'ina to'liqlim uchun beqib olib ekandik. Balalik davrimdagi eng cho'nqur aslimam ochliq va og'riq azobi edi. Beqib olgan opamning mijozi qo'pol bo'lg'achqa meni doim uratdi. Eng ig'ir kelgan chog' bo'lsa, u meni avtobus bekatidagi uzun o'rindiqqa tashlab qo'yib, orqag'ima qaramay ketib qolgan bir qitim edi. Men u yerda o'tgan kechganlarga qarab 3 kun o'ltirgan bo'lsam-mu, ularning orasidagi hech qaysisi mening oilamdagilar emas edi. Eng oxirida u qaytib kelgan bo'lsa-mu, lekin bu hargiz uning pushaymon qilganligidan emas, balki ashu to'liqligiga qiymag'anligidan edi. 10 yoshga kirgan chig'imda beqib olgan opam meni Shangangdagi Chunchu drama sho'yaniga setib etdi. U hayotimdagi birinchi burilish nuqtasi edi. Bir zulmatli makondan yana bir zulmatli makonga kirib qoldim. O'makdagi mashqni intayin ichinishliq deyishga bo'ladi. Har kuni atigan soat 5 da o'rnimizdan tursak, yarim kechagacha ko'p mashq qiladi. Harakatimizda salla-savallik ko'rilsa, o'lgudek tayoq yeydik. Tizimda ayni chog'da sapalg'a tizilishdan qolgan tatuq ilham bor. Eng jafoliqi put besish mashq qilganda ustozimiz bizni turikka bog'lab, pay sang'irlarimizni majburiy so'zadi. Balalarning yig'ilgan qiyochiyasini butkul ko'chadagilar anglay oladi. 18 yoshga kirgan yili Amerikadagi bir oila kishilari meni San Fransiskoga berishimga yordam qildi. U chog'da men bir ig'izma inglizcha bilmagachga junguliqlar ko'chasida chini taxsi yuyib kun kechirdim. Bir qatim oshxona xo'jayini pasportimni moy qozoniga qasddan tashlab etib, kulgan peti, "Endi bu yerdan mangu ketanmaysan" dedi. Men qo'limni shu hamon qozonga tiqib pasportimni elib oldim. Qo'limdagi kuyukdan qolgan tatuq hozirmi bor. Men shu chog'dala ya yaq yurtlarda o'lib ketaman, ya butkul jahonga ismimni asti saqlag'uziman deb qasam qildim. İngliz tilini bütün kuchim bilan o'rganib bir vaqtda 3 xizmat qilib, oxiri Amerika drama sho'yaniga imtihon berib kirdim. Men Osiyolik bo'lg'achqa faqat ushaq-tushak rollarga chiqa oldim. Vajra qaytlangan rivoyatda men junguliq oshpazning muz odamning 40 ming yilida to'nglab qolganiga noit uzun bo'lgan ibtidoiy odam Charlining rolini oldim. 1985-yildagi Ajdarho yilida men ondan kinoda qora niyatli Amerikadagi junguliq qora jamiyatning atamani Joy Tayning rolini oldim. Bu film orqali 43-navbatlik Amerika kino televiziya Oltin Shar mukofotining kino turidagi eng yaxshi er yandash rolchi nomzodligiga ismim ataldi. Haqiqiy bo'sishliqdan bo'lsa 1987-yili Oxirgi podshoh filmining rejissyori meni izlab kelgan chog' edi. O'zimmi ishonmay qoldim. Bu bir Osiyolikning Hollywoodning katta filmida bosh rol elishi edi. Fuyining rolini yaxshi elish uchun men o'zimni Xon sarayiga 3 oy qamab, har kuni shahona tonni kiyib minib, cho'kida tomoq yeb, hatto hiliqidek koni shakldagi velosiped minishni o'rganib oldim. Kino qo'yilgan kuni men Gana kino festivalining tomoshabinlar o'rnida o'ltirib, kinoning oxiridagi xatlar ko'ringanda butkul maydondagilar o'rnidan turib olqish yog'dirishga boshlagan shu paytda tunji qitim aslida tashlab etilgan balag'imi dunyoning quchoq ochadiganligini his qilgan edim. Ammo doim degudek o'makdagi tayoq dastidan badallari titma-titma bo'lib ketsa-mu, ammo yig'layolmaydigan balalarni qo'li bilan po'roqlab qaynayotgan may qozonidan pasportini ilib olgan yigitni o'ylaydim. Bu mening qandaqdir alohida qaltisligimdan emas, balki mening izchil holda bo'shashmasligimdan boshqa hech nimam yo'qligidan edi. Sizlar ko'rayotgan Zunlong Oskarning qizil gilimi ustida kostyum burilkini qatirib kiyib olgan xalqaroliq dangliq cho'lpan. Ammo men bo'lsam, mangu shu Shangang ko'chasida qo'sqa och qolgan bo'lsa-mu, ammo yanala Phukettdagi o'yinchiqlarga qarab kulalaydigan bola. Shunga mayli hozir qanchalik qiyinchilikda qolgan bo'ling, mening hikoyamni hargiz asdan chiqarmang. Tun qancha uzun bo'lsa-mu, hamon tong otadi. Tashlab etilgan odam umidni qandoq tutib olishni eng yaxshi biladi. Bozor yegan odam boshqalarga muloyimlik bilan qandoq muomala qilishni eng yaxshi biladi. Mana bu Zunlongning hikoyasi. Bir tashlab etilgan bovoqning xondonligi son-sanoqsiz azobli kechalarning ustiga qurilgan bo'lsa-mu, oxirida o'ziga mansub bo'lgan saharni kutib oldi.